Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir Yangi Hayot 10-hududga kelganmiz. 3 xonali 75 metr kvadratli o'rtacha remontdagi kvartiramizni sotuvga chiqarmoqdamiz. Bu 3 xonali kvartiramizni boshqa kvartiralardan farqi o'zini 2 balkoni ham mavjud. Endi esa uyimizni bir boshdan obzor qilaman. Asosiy kiruvchi eshigimizni kirganimizda bizlarni mana shunaqa prixojniy kutib oladi. Uyimiz eski domla planirovkasidan. Xo'p, bu tarafda bitta родительский spalnimiz и bu tarafda umumiy zalimizni ko'rishimiz mumkin. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Xo'p, bu tarafda mana 9-hudud, Sergeli 8-9 va 10-hudud bo'ladi. Ya'ni Yangi Hayot, uzr men adashdim, Yangi Hayot deyiladi bu o'tlar. 3-4 bekat metroga bor yo'g'i bitta ostanovka. Joylari yaxshi, mana havolari zo'r, uyimiz skvoznoy. Zalimizni remontini ko'rishingiz mumkin, yaxshi holatda. Hamma narsa chiqib ketadi, hech narsani tashlab ketishmaydi. Faqatgina oshxona mebellari qoladi. Sanuzelari razdelni. Bu tarafimiz bitta umumiy vannasi и yonginasida o'zini razdelni hojatxonasi joylashgan. Domimizning atrofida mashina qo'yish uchun parkovkalar, bolalar maydonchasi mavjud. Undan tashqari kattalar dam olish uchun skameykalar ham qilib qo'yishgan. Bu taraf uyimizning oshxonasi, mana shu kuxniy mebellar qolar ekan. Xo'p, uyimizning 2 balkonni ko'rishingiz mumkin. Mana xohlasanglar ko'pchilik endi bo'lib borib yana bitta xona qilib yuborishlari mumkin. Mana bu tarafdan ko'rinishi domimizning, uyimizda mana shu 9 etajli domlarni 5-etajida joylashgan. Oynalar akfa, derazalarga reshotkalar qo'yilgan. Xo'p, endi esa uyimizning to'lovlarini bir boshdan tushuntirib o'taman. Hozir esa stabilizatorni qo'yib olaman. Uyimizga yoqqan bo'lsa, hozirdan videoga bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Shu videoni 3 xonali kvartira izlab yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Anchadan beri ko'rishmadik. Uyimizda Yangi Hayot 10-hududda joylashgan. Atroflarni aytdim, maktab, bog'cha, magazinlar, hamma narsa qulay sharoitlar bor. Metroga bir ostanovka, avtobus qatnovi bor. Taksida bir 5000 so'mlik yo'l. Xo'p, uyimizda 9 qavatli domi 5-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 75 metr kvadrat. Skvoznoy uyimiz. Remonti o'rta holatda, aboylari mana bitta xonani aboyi yaxshi, bitta xonani aboylari ozgina ko'chgan. Chunki bolalar o'ynab, yirtib qo'ygan joylari bor, yo'q emas. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $63,000 deyishyapti. Yana ozgina o't beriladigan joylari bor. Uyimiz srochniy sotilmoqda. Pastda nomer qoldirganman. Agarda uyimiz yoqqan bo'lsa, hozirdan videoga bitta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shu videoni 3 xonali kvartira izlab yurgan tanishimizga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bilan qoling. Sizlar bilan Realtor Shohrux bo'ldi.